Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hozir stol ustida mana jo'natamiz xudo xolasa Varzik degan joyga, Chust tumaniga. Xo'p, biz stol stullarimizni turbalari 09 turbada chista Rossiyaniga silosdan bo'lgan mana turbani materiali. Xo'p, bular taxlanadigan to'yga arendaga bergani 70 ta stul и partasi bilan 10 ta partasi bor. Xo'p, bular 8 talik, hozir ko'proq 8 ta odam o'tiryapti bemalol. Taxta faner yomg'irlarda ham hech narsa qilmaydi, ustunlaklangan 1-2 lik qalinlikda taxta faner taxlanadi oyoqlari. Bu gulli materialdan, bular ham hech narsa qilmaydi. Yomg'irdan ehtiyot qilinsa bo'ldi. Kraskalariga kelsak, kraskalari parashkavoy hammasi ancha-munchaga o'chmaydi parashkavoy kraskalar. Taxta panellardan ustunlaklangan. Mana profillari 2,5 ga 2,5 holatda. Xo'p, mana hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana bu taxlanadigan parta. Bu 1,5 ga 75 ligi. Buni o'zi asli 1,80 ga 75 ligi ham bor. Har xil razmerda qilib beraveramiz. Razmerini farqi yo'q. Bu endi ixcham joylarga bo'lgani uchun 6 kishidan, 8 kishidan o'tiriladi. Xo'p, bularni shunday oson, qulay, shunday ko'tarasiz, buni shunday tortib qo'yasiz. Bo'ldi, qimirlamaydi. Shunday ko'tarasiz, shunday tortib qo'yasiz. Bo'ldi, qimirlamaydi. Bemalol baquvvat turaveradi. 2,5 ga 2,5 profildan qilingan, mexanizmdan qilingan. 1-2 taxta panel orqa tomondan laklangan. Xo'p, yig'ishtirishda ham bir kishi shunday yig'ishtiraveradi. Bosasiz, pastga qaytarasiz. Bosasiz, pastga qaytarasiz. Xo'p, probkalari hammasi joyida. Xudo xolasa hozir buni jo'natamiz. Xo'p, bunga gulli stol stullar. Endi hozir buni boshqa ranglardan ham qilamiz biz. Ko'p. Faqat hozir arendachilarga ko'proq qilyapmiz. Arendalarga ko'proq bo'lgani uchun. Xo'p, mana bu tilla rangga o'xshagani bor. Bunga ham material tortib beraveramiz xohlaganlaringdan. Mana bu joylariga e'tibor bersalaring, mana bu joylari pachaqlanmagan. Dumaloq bukilgan, sal baqatroq bo'ladi. Xo'p, lola fasonli, buni ham har xil rangi, korishnovoy, qizil, xohlagan ranglaringdan bor. Bular lola fason. Bular ham hammasi bir-biriga kiyiladi. Bu hozirgi fasonni faqat boshqa rangidan. Bu ko'kimtirroq. Machalkalari hammasi bir xil 1,5 lik yangi machalka solingan. Roverda kesilgan bu tomonlari hamma joylari, bu tomonlari ham. Bu o'shani latta formasi, o'sha lola gulliydagi korishnovoy bu. Bular endi asliga turgani uchun, shuning uchun mana shu ranglari salalik bo'lib qolgan. Xo'p. Oq rangi bor. Oqda ham bir ajoyib rangi. Bular ham o'sha turbalari hamma joyi pachaqlanmasdan bukilgan. Bu tomonlariga xohlagan material tortsa bo'ladi ranglarda. Nirjaveyka ko'pchilik so'rashyapti, nirjaveykadan qilasizlarmi deb. Yo'q, mana shu svet, mana nirjaveykani sveti. Bu oddiy turba. Mana bunaqa rangi ham bor. Xo'p, bularning hammasini mana hozir sizlarga ko'rsatib o'taman ustulda. Mana bu tomonlari mana hozir mana bular boldgeka qilingan, hamma joylari boldgeka. Buni samares qilsa ham bo'ladi, faqat dispi. Bu birinchi sort taxta faner, suvga chidamlik, hech narsa qilmaydi, xudo xolasa, ancha xizmat qiladi. Xo'p, turbalarimiz 09. Agar kimga zakaz kerak, zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, mana bu yerda biz qo'l yuvishga, o'sha to'ylarga, har xil tadbirlarga qo'l yuvgani olib kelamiz narsalarni. O'zimizda ham arendamiz bor. Mana bu qo'l yuvgani. Darvozaxonani oldiga qo'yib qo'yiladi odamlar kelishdan oldin. Bu hozir Tepaqo'rg'on qishlog'iga. Bundan juda ko'p yasaymiz, ko'pchilikka beramiz. Buni laboga moslaganmiz. Buni olib qulay tomoni tagi kichikroq qilganmiz. Agar to'rtburchak bo'lsa, laboga, miraylarga sig'maydi. Shuni hisobiga bu tomonni kengroq qilganmiz, bu tomonni torroq qilib o'ziga figura qilib chiqarganmiz. Bu tomon laboga shunday tushadi. Hop, bu suv idishlari bemalol qo'lni yuvib, sochiqda olib artib ketaveradi. Endi bu tomonga qog'oz qo'yadigan ham qilib berishimiz mumkin. Undan ham bor. Agar kimga zarurat bo'lsa, qog'oz qo'yadigan yoki qanaqadir ranglar yoki boshqa narsalar kerak bo'lsa, o'shalarni ham qilib beramiz. Eshik ochiladi, u yerga kanister qo'yib qo'yiladi bitta. O'sha kanisterga o'sha bundan tushgan atqot suv tushadi. Kanisterni qopqog'ini yopib, bir chekkaga borib to'kib tashlanaveradi, to'y tugagandan keyin. Yana buni eshigini yopib qo'yilaveradi. Balon qo'yib qo'yganmiz 4 ta, чтобы sal mashinaga, transportga qulay bo'lishi uchun. Bulardan qo'yganimiz sababi tagida nirjaveyka tunuka bor.